qayd etdik, hujjat bo'ldi, dokument bo'ldi. Buni korxonaning ichida saqlaymiz. Korxonaning ichida bitta odam buxgalter bo'lib ishlayotgan bo'lsa, o'sha buxgalter hamma hujjatni yig'adi. Agar korxonamizning ichida bitta buxgalteri, bosh buxgalterimizdan tashqari boshqa buxgalterlar bo'lsa, biz korxonaning ichida ishni bo'lganmiz. Mana bu ish haqini qiladi, bu bankdagi pullarning hammasini hisob-kitobini qiladi, hamma o'ziga tegishli bo'lgan ishni qiladi, o'ziga tegishli bo'lgan hujjatlarni to'plab yig'adi. Bir oy davomida. Oy tugagandan keyin biz hammasini kirim-chiqimini qilamiz. Omborimizda qancha xom ashyo bor edi? Omborimizda 1-sentyabr holatida 50 million so'mlik xom ashyo bor edi. Sentyabr oyida qancha xom ashyo oldik? 100 million xom ashyo oldik. Bir oy davomida ombordan sexga 120 million so'mlik xom ashyo berdik. Oyning oxirida qancha qoldi? O'shani nima qiling? Bir oy davomida yiqqanimizdan keyin shuni olyapmizda, biz aytyapmizki, qayta ishlov berish deyapmiz. Qayta ishlov bergan paytimizda o'sha 30 tonna yoki 30 million so'mlik xom ashyo qoldi. Bankdagi hisob-kitob shotimizda shuncha pulimiz qoldi. Bundan shuncha pul olishimiz kerak, bunga buncha pul to'lashimiz kerak degan hamma gaplar chiqadi.